Hammaga salom qilib, sizlar bilan yana ko'rib turibman. Men bilan gapira olmayman. Shu narsalar endi bugun biz mana stikvarlik ichida ko'rib turganingizdek mana bu ilmoq bor, o'roq bor. O'roq o'zi stikvarlik ichida ko'rmagan bo'lishlaring kerak. Faqat klassik janglarda ikkinchisida hujum qiladi sizlarga, o'shanda nayzasining uchida mana shu o'roq bo'ladi. Lekin o'zingizda shunaqasi bo'lganmi qachondir? Men mana shu o'roqni bu stikvar sagada bor o'zi. O'roqni qayerdan olishni sizlarga ko'rsataman, qayerdan olishni. Stikvar legisida. Mana biz o'yinimizga kirib olamiz. Biz mana bu o'zi yaxshi bo'lsalaring kerak missiyalar xaritasiga kiramiz. Keyin biz 362 topshiriqqa bosamiz. 362 mana ko'rib turganingizdek men buni bajarib bo'lganman. Bosamiz. Sikleos and boss Sikleos are here to help with the classic arnets. O'zi bo'lib ko'rib bundan oltin gladiator chiqadi. Mana bunaqa nayzachi. Faqat bo'sa bizga ham keyin o'roqlilarni bo'sin beradi. O'roq boshladi. O'zi ular kuchaytirish menga muhim emas. Chunki baribir menda mod mana ko'rib turganingizdek kichiksiz. Cho'zib o'tirmay boshlaymiz. Ovozim pastroq. Endi sharoit to'g'ri kelmaydi shu narsa. Xo'sh, mana hozir bizga yordam qiladi ana asosiy afsunga. Kecha biz majidda chiqib turamiz. Mega o'yinda ovoz chiqmayapti. Ana o'zi kelib bular. Mana ko'rib turibsizlar. Tez orada bizga bularni bo'sin beradi. Bularda hozir oltin kamonchi bo'ladi. Bularni bo'lsa yomon bular bo'lsa. Ko'rdim 100-200 jon oladi. Mana keldi. Ko'ryapsizlar, biz bu bilan hozir jangga qilamiz. Keldi o'zi oltin kamonchi. Bayram qilyapti mana jangga. Hammaga rahmat.